الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغصة في يوم الحساب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصا على الإمام أول الصحابة أفضل كمير المؤمنين والمتقين أبي بكر الصديق المجاور في المجمع المنبر والمحراب، على الإمام الهمام أعداد كمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق الصاحب الشرع والاحتساب، وعلى الإمام أحلامهم أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب، وعلى الإمام الهمام أشجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي رضي الوفي أساج إليه الملك الوهاب، وعلى الإمامين الهمامين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ey iman getirgen bendeler, Allah Teala'dan korku bilen korkağız, öyle kurmayız, öyle kuruyuz fakat Müslüman halindegene, yani Allah Teala'ya boysanan halindegene. Ya eyyuhun nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ve khalaqa minha zawjaha ve batha minkum rijalan kathiran ve nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Devam etimiz şimdi namaza huşuk boyunca. Yani namaz okuyanda biz şimdi basabız, şunu isteye tuturarak gerek, biz Allah Teala koşuna basabız. Mesela patşa koşunda basıp turganda biz indi hisler bilen basıp tururyduk. Bu Allah subhanahu ta'ala patşalarının patşası. Şunu bilirge gerek, Allah Teala bizni bile, bizni göre, bizni işite. Biz namazga bastık, şunu sizerge gerek, Allah Teala koşunda bastım deyip, şunday uy bilen basarak gerek, şunu his bilen basarak gerek. Bulay gana tugel, namaz okudun, bitti şunun bilen tege ruku, secde kıldın, eteş gibi kanda secde kıldın, olay tugel. Gerek imanı осознанно рушайтмышли, anlap, что sen Allah koşuna bastın, hazır sen Allah'a tapınasın, namazlar okuyorsun. Allah Teala maqtıysın, Allah Teala'dan neseler soruyorsun. Şuşunun mağnasını bilip okurga bizge gerek. Mesela biz namazga bassak Allahu Ekber nese degan sözü. Allah Teala en büyük degan sözü. Anlara subhanakallah bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Biz neseler okuyuz bunda. Biz bunda Allah Teala'nın bütün kimseliklerine paklıyız, Allah Teala maqtıyız, Allah Teala büyüklüyüz. Anlara elhamdülillah okuyuz. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Bana manası nesele. Bunda da birinci ölüşte biz Allah Teala'nın maqtıyız, Allah Teala'nın büyüklüyüz. Allah Teala büyük deyip Allah Teala'ya maqtav deyimiz. İhdina sıratal müstakim. Anlara ikinci ölüşünden biz Allah'tan dua sırayı başlıyoruz. Bizni doğru yoldan alıp var. Bizge hidayet bir, bizge tevfik bir. Yine şu Elham suresinde, El-Fatiha suresinde en mühim dua. İhdina sıratal müstakim. Bizni doğru yoldan alıp var. En mühim dua bu. Allah Teala'nın yolun biz Allah'tan sırayız. Gününe 5 mertebe en kiminden indi. Gününe 5 mertebe. Yani namazda okuganda, farz namazlarda var rekatler. Bütün sübirge yıla 17 tapkır. Biz Allah'tan en kiminden dua sırayız, bizni doğru yoldan alıp vardı. Onları tağın sünnet namazları var, 12 rekat. Bütün sübirge olsa 27 mertebe yıla. Onları vitr vacib var 3 rekat, 32 mertebe yıla. Eğer de biz gününde 5 vakit namaz okup sünnetleri bilen, vitrları bilen okusak 32 mertebe biz Allah'tan dua sırayız, bizni doğru yoldan alıp var deyip. Bizning dualarimizni Allah Teala qabul ete, ihlas bilan okusak, bizni Allah Teala şuşa doğru yoldan alıp barar. Muhim dua mana şuşa bo'lar. Şuşa doğru yol bilan biz bu dunyoda adashmaymiz. Allah Teala bizga yordam etib turar. Qabrga kirgach Allah Teala bizga lazzatni berar, rohatlikni berar. Ondan qiyomat kunida bizga yordam etadi. Shunun bilan bizni ijmoga kiritar şuşa doğru yol bilan. Muhim dua mana şuşa biz hamda sırayız. Onlara birer indi sure isteybiz. İnna a'toynaka el-kevser. Fasolli rabbike venhar inne şânike huvel ebter.
Andara ise İhlas suresini okuyoruz. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Bunun da ma'nasını biz bilsek bir yaxşı bulur idi. Aytin Allah bir, Allah mengi, Allah Teala'nın indi tindəşi yok. Allah da tumadı, ham tudurmadı deyip, şunday biz Allah Teala'ga aytamiz, şunday sureler o'qib indi. Davom etamiz, xushuqqa keltirib turgan narsalar. Namazga bosqanda g'avratni yoparga, o'rinni shistartirga. O'rinni shistartirga endi bu degan so'z, bu endi najisdan pok bo'ladi ish, najis. Bunda sidik bo'ladimi, endi ham unda tezak bo'ladimi, o'sha narsadan u pok bo'ladi ish. Anları muazzin azan aytganda muazzin ortini qabatlov, bu da namazga yordam etadi. Ya'ni Muhammad Peygamber sallam aytdi. Muazzinning savobi shu hali ko'p deydi. Azan aytgach deydi, mana ko'p munda meshitga namozga keldilar, u betini onun azanını eshitib kelamiz betini munda. Mana munda necha kishi bor? 16-17 kishi bor ekan. 16-17 kishining namozning savobi muazzinga yoziladi. Ham bir kimlarda kelmaydi. Sahobalar Muhammad Peygamber sallamga kelib aytdilar, "Nik olaysa, olay bütün savobni betini muazzin olib bitiradi." Yo'q deb aytdi Muhammad Peygamber sallam, sizga da shu xatli savob bo'lar, agarda siz muazzin ortidan ishdan qabatlasangiz dedi. Ya'ni agarda biz munda 16-17 kishi biz munda tilimiz ekan 16-17 kishining namozining savobini olirga bizga muazzin ortidan qabatlarga kerak ekan. Shulay ida bo'labizmi, ili o'ramda bo'labizmi, muazzin azon aytadi, muazzin ortidan qabatlaymiz. Biz de şunun namazının savabını alırız inşallah. Ne muazzin ortadan qabatlov namazga ertaroq kelu, kelganda tinish, akirin kelu, soflarni tegizlab ham tig'iz bosu degan edi. Bu da namozning xushuqligini yordam etadi. Namozga bosqanda endi biz namozga kelganda ya'ni sho'g'irga yoramay, oshig'irga yoramay, yoramay degan so'zni ne jilaydi. Tinish holda boramiz. Bunda soflarga bosamiz, soflarni tegizlaymiz, tam tig'izlaymiz. Bu da namazga bizga yordam etadi, xushuqlikqa. Namaz o'qiganda tinchlikni saqlov, pauza yasash harakatlar orasida. Masalan, biz rukuhda keldik, pauza yasadik, rukuhdan turdik, pauza yasadik. Shunday namazga u xushuqlikqa bo'lishadi. Muhammad Peygamber sallam aytdi: "İza qumta fi solatika fasolli solata muvadda'in" degan edi. Shulak namoz o'qiganda bizga bo'lisha o'lim turida o'ylov. Muhammad Peygamber sallam aytdi, namozga bosqanda deydi, so'nggi namoz o'qiyim deb bosasiz deydi. Ya'ni masalan bizga aytsalar, so'nggi namoz o'qiysan, unda o'lasan. Endi shu namozni biz nima darajada o'qiymiz, nima ravishda o'qiymiz? Berilib o'qiymiz. Allohdan duolar so'rab o'qiymiz, yolvorib o'qiymiz, ixlos bilan o'qiymiz. Muhammad Peygamber sallam aytdi, namozga bosqanda deydi, so'nggi namoz o'qigan kabi o'qiymiz deydi. Bu da bizim xushuqligimizga yordam etadi. Shulay oyatlar turida fikrlaw. Muhammad Peygamber sallam aytdi: "İza ammannal imamu fa amminu." Agarda imom o'qigach al-Fatihani amin deb aytadi. Siz de onun ortini amin deb aytingiz deydi. Fa innakum man wafaqa ta'minuku ta'min al-malaikati ghufira lahu taqaddama min dhanbihi. Bu vaqtda farishtalar da amin aytadi ekan. Peygamber sallam aytdi, sizning amin aytuvingizning farishtalarning bilan birga to'g'ri kelsa deydi, sizning gunohlaringiz kechiriladi. Mana bizim bilan birga farishtalar namoz o'qiydi ekan. Farishtalar namoz o'qib, ular da amin aytadi. Ularning amini bilan bizga birga to'g'ri kelsa, Alloh da bizning gunohlarimizni kechirar ekan. Shulay namoz o'qiganda oshiq ham motor o'qirga kerak, turishga kerak. Muhammad Peygamber sallam aytdi, Alloh taolo aytadi: "Varatil Qur'ani tartila." Qur'onni o'qiganda tartil bilan o'qig'iz. Ya'ni tartibi bilan anglirlik darajasida o'qig'iz. Oshiq meshi o'qig'iz, motor tovush bilan o'qig'iz. Zuyyinu Qur'ana bi aswatikum. Muhammad Peygamber sallam aytdi, Qur'on o'qiganda tovushlaringizni motor bilan o'qig'iz. Azon aytganda motor aytirar kerak, motor tovush bilan, namoz o'qiganda motor tovush bilan o'qirar kerak. Endi u bizning xushuqligimizga yordam etadi ekan. Andara namoz o'qiganda Alloh taolo javob beradi bizga. Shuni bilirga kerak.
قال الله تعالى فقسمت الصلاة بيني وبين عبدي nisfayn. Allah Teala aytayken men namozni ikkiga bo'ldim deydi. Namozni ikkiga bo'ldim deydi. Mening oramda ham mening qilim oramda ul orasida deydi, men uni o'rtasına bo'ldim deydi. Va li abdi mas'ala fa idza qala al-abd mening qilim narsa so'raydi, men unga berem deydi. Qachon Allah Teala'ning quli, ya'ni mening qilim ayta alhamdulillahi robbil alamin, bütün maqtov Allohga g'alamning Robbisina. Allah Teala ko'kda aytar ekan. Hamidani g'abdi, mening qo'lim meni maqtadi deydi. Allah Teala bizni onda eshitdi, ko'ra, Allah Teala bizga javob berar ekan. Yo'q aytar ekan, mening qo'lim meni maqtadi deydi. Va idza qala ar-Rahmanir Rahim, qala Teala asna alayya g'abdi. Qachon biz aytamiz ar-Rahmanir Rahim, ar-Rahmanir Rahim degan so'z shafqatli ham rahimli. Allah Teala ko'kda aytar ekan, mening qo'lim meni maqtadi deydi. Malik yawmiddin deb aytsak, qiyomat kuni podshasi qo'li majadani g'abdi. Allah subhanahu taolo aytar ekan, mening qo'lim deydi, meni buyukladi deydi. Fayda qo'li iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Qachon biz aytamiz iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, sana biz tobinamiz, sendan biz yordam so'raymiz. Qo'li hada bayni va bayna g'abdi mas'ala. Allah Teala aytar, mening orasında, mening qo'lim orasında deydi. Nesasri shu o'ng'ar bo'lar deydi. Fayda qo'la ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin amin. Bizni to'g'ri yo'ldan olib bor, shunday yo'l bilan olib bor, ne'matlantirgan yo'l bilan olib bor, bizni adashgan yo'l bilan olib borma, ham bizni endi ashu chiqqan yo'l bilan olib borma deb biz Allohdan duo so'raymiz. Qo'la li g'abdi va li g'abdi mas'ala. Allah Teala aytar ekan, mening qo'lim endi deydi, uni sasri shu bo'lar deydi. Ya'ni Allah subhanahu taala bizga javob berishini bera kerak işte. Biz Allohdan so'raymiz ekan, u bizga javob berib turadi postoyanno. Bu hadisni At-Tirmizi Abu Ayyub bu hadisni keltiradi. Andara namoz o'qiganda birinchi tegi parda oldidan o'qib. Esa stina yonida endi bu imeyется в виду nafil sunnat namozlari endi. Farz namozlar biz endi bulayda o'qiymiz, bulay bosib endi. Bulay masjid namozini o'qiymiz, manda o'rinda qo'ysanda bo'lar, boshqa bir. Chunki namoz o'qiganda bizning oldindan bir kimda yeriga yoramay. O'rinda qo'ysan, u vaqtda o'rinning tiyog'ida yersan bo'lar. Yonlari sajda o'rnina qarov. Namoz o'qiganda biz sajda o'rnina qaraymiz. Bu da bizga bo'lishgan namozni o'qirga inshaalloh xushuqqa. Sajda o'rni bu ya'ni biz namoz o'qiganda Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, turishimiz deydi, uni yilab o'qirga deydi. Yila olmasang endi хотя бы ravishini keltir degan. Allah Teala aytadi va yaxiruna lil azqani yabkuna va yazidukum khushu'a. Allah Teala aytadi, yo'lar deydi, sajda qilalar deydi, jili deydi. Ular onning xushuligini orttiradi. Albatta biz namoz o'qiganda endi namozning endi ma'nosini tushunmasga mumkin. Ammo arablar namozlarini o'qiganda, tarovihlarda ular qo'y vaqtda jili o'qilar ekan. Ma'nosini tushunib, imna bu namozning ishindagi bo'lgan xushuqlikni orttirar ekan. Shunday namozga bosqach Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, shunday shayton bor deydi, u shayton sizni mataydi. Onun shaytonning ismi Xinzab degan ismi. Xinzab degan ismi. Yo'l sizning namoz orasida bosadi. Namozga bosqach turli o'ylar bizga keltirar ekan. Namozga bosdik, bu turunda o'yla, tega turunda o'yla, kishi уже o'yli boshli namoz turunda tugul, Alloh turunda tugul, dunyo turunda endi. Bu vaqtda Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim" deb sol yoqqa nashvoy itegizdi, tukirigizdi. Yo'l shayton qo'shadi u vaqtda. Bir sahoba aytdi, "Men shulay ishladim" deydi, shayton qo'shdi deydi. Shunday ravishda biz namoz o'qisak, bizning xushuqligimiz ortar inshaalloh. Xushuq u bizning namozimizga, u bizning lazzatni orttiradi. Agarda biz xushuqligimizni 50% ga bo'lsa da хотя бы keltirsak, bizning namozning ishidan shag'asi kelmas edi. Biz nechun namozni tez o'qiymiz, namozning lazzatini sezmaymiz, chunki biz urush aytmishday o'qiymiz, не сосредоточенный endi. Dunyo turida o'ylab, Alloh turida tugul. Namoz turida o'ylab tugul.
Allah turuna uylab tuğul. Bizge kerek imine Allah turuna uylab, namazda olan doğalar turuna uylab uqırğa kerek. Şu vaxtda biz namazda lezzet alacak mısın inşallah. Subhaneke Rabbi hamdik, eşhedü en la ilahe illallah, estağfiruke ve etûbü ileyk, vesselamu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بغدر من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بغدر من قعد وقام وصل وسلم عليك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومروي المضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من حذر الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وعظم وتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وأصحابه أجمعين. Bunda da dua kılırız, hamdülillah karşı dua kılırız. Dua kılık, Allah Teala'dan yağmur sürüp. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ashabi ecmaîn. Ya Rabbimiz Allah bizge faydalı yağmur bir. Ya Rabbimiz Allah bizge faydalı yağmur bir. Ya Rabbimiz Allah bizge faydalı yağmurlar bir. Rabbimiz ziyansız olsun. Ya Rabbimiz Allah faydalı olsun. Allahümme sayyiban nafi'an. Allahümme sayyiban nafi'an. Allahümme sayyiban nafi'an. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الله.